Do'stlar, tushuningizlar. Bu haftadagi oxirgi yukimizni oldik. Shu yuk bilan katta ehtimol bilan bu haftani yopamiz. Bu haftalik rostimiz qanaqa bo'ldi desanglar, payshanba kuni ishni boshladik. Birinchi yukimiz Illinoisdan Dallasga 3100 ga bo'ldi. 3150 ga bo'ldi. Ikkinchi yukimiz Dallasdan Tennesseega 1600 ga oldik. Bu yukimizni Kentuckydan Nevadaga olib ketyapmiz. Bu 8000 ga oldik. O'sha 4 kunlik rostimiz 12750 bo'lyapti, xudo xolasa. Yomon emas. Sababi flatbed sezoni boshlandi akalar. Agar kimda kim gross qila olmayotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'tish kerak flatbedga. Faqat buni risklari katta. Shunga tayyor bo'lib, mas'uliyatli odam bo'lsa-ki, ishlab keta oladi. Keyin bu yukni, endi bunaqa yukni birinchi marta olyapman, to'g'ri qildimmi yo'qmi? Flatbedchi istedek akalar bo'lsa, ko'rib, xatoyim bo'lsa aytib ketasizlar, keyingi safarga o'zim uchun to'g'rilab olgan. Yonimdagini ko'rdim, u ikkitani o'rtadan otibdi-da, X qilib aniq qilib qo'ygan. Men ko'proq qilib qo'yardim. Sababi bemalol qo'rqmasdan ketaman-da. 18000, 36 pound ikasi. Kimdagi shunaqa grosslar qilmoqchi bo'lsa, Wings Trackingga murojaat qilasizlar. Xudo xolasa, sezonni birga olamiz. Sog' bo'lasizlar.